Qadim zamonda o'rmonda qurg'oqchilik boshlandi. O't o'lanlar qovjirab, daraxtlar quriy boshladi. Qushlar uzoq mamlakatlarga uchib ketdi. Hayvonlar tirikchilik ilinjida har tomonga tarqab ketishdi. Jazirama dasht u biyobonda kattakon bo'ri ozib-to'zib, o'ljasiz qoldi. U ochlikdan holsizlanib, bazo'r yurib ketayotganda oldidan bahaybat sher chiqib qoldi. Bo'ri sherning qarshisida tiz cho'kib, "Hayvonlar qiroli, meni xizmatingga ol. Nima buyursang hamma narsaga tayyorman. Oldingda yurib, sendan qolgan suyaklarni yeb yursam bo'lgani", dedi bo'ri va sudralib kelib, sherning oyog'i ostiga yotib oldi. Sher bo'rining ahvoliga achinib, "Yaxshi", dedi-da bir na'ra tortdi. "Faqat menga sodiq bo'l. Har kuni ertalab anavi tepalikka chiqasan. Atrofni kuzatib, menga o'lja topasan. Kiyikmi, bug'umi, yovvoyi otmi nima ko'rsang kelib menga ayt. Men ularni tutib, yeb to'yganimdan keyin qolgani seniki bo'ladi", dedi sher bo'riga rahmi kelib. O'sha kundan boshlab bo'ri tepalikka chiqib atrofni kuzatib, o'lja izlab topar. Sher esa ularni tutib yeb, o'ljaning qoldiqlarini bo'riga bera boshladi. Oradan kunlar o'tdi. Bo'ri maishatda yashab semirdi. To'qchilikdan bo'ri kibru havoga berildi. "Agar men bo'lmasam, sherning qo'lidan hech narsa kelmaydi", deb o'yladi u va sherning oldiga borib, "Ey sher, senda gapim bor. Senga xizmat qilish jonimga tegdi. Endi o'zim ov qilaman. Sen tepalikka chiqib, o'ljalarni qayerdaligini aytasan. Qolganini o'zimga qo'yib ber. Bugundan boshlab mendan qolgan suyaklarni sen yeysan." Bo'rining gaplaridan sher o'ylanib qoldi. Bir oy avval oldiga sudralib kelgan bo'rining ahvolini ko'z oldiga keltirdi. "Mayli, men roziman", dedi sher mag'rur ohangda. Ertasi kun tongda sher tepalikka chiqib atrofni kuzata boshladi. Shu payt sher ular tomonga yaqinlashib kelayotgan yovvoyi otni ko'rdi-da, bo'riga xabar berdi. Bo'ri butazorlar ichidan o'qdek otilib chiqib, otga tashlandi. Qo'rqib ketgan ot orqa tuyog'i bilan bo'rining tumshug'iga shunday tepdiki, bechora bo'ri charxpalakdek uchib, harsang toshga urilib, joni uzildi. Kibru havoga berilganlarning hayoti ko'pincha shunday yakun topadi.